Assalomu alaykum qadrdonlarimiz. Biz bugun qovoqdan desert tayyorlaymiz, xudo xohlasa. Bismillah. Mana qovog'imizni taglarini ham archib, desertga tayyor qilib qo'ydik. Mana qovoqlarimiz ham уже tayyor. Xudo xohlasa hammasini archib, taglari bilan chiroyli qilib tozalab oldik. Endi bu desertlarimizni nima qilamiz? Yong'og'i borlar, yong'oq pishib chiqqandan keyin ustiga yong'oq ham sepsa bo'ladi. Yong'oqqa allergiyasi bor, yong'oqni uncha xush ko'rmaydiganlar bo'lsa, yong'oqsiz o'zini oddiygina qilib iste'mol qilishlari mumkin. Bu ingichkalar mana shunday bo'ladi. Lekin qalinlarini ham ingichka qilib tayyorlab olsak bo'ladi. Shunday do'stlarim. Tayyor qovoqlarimizni chetga surib qo'yamiz va shakar olamiz. Toza laganchani olib, bismillah. Hammasini laganchaga solamiz va ustidan shakar. Shakarni solishga kamroq solib o'tirmang. Shakaringiz ko'proq bo'lsa, yanada shirinroq bo'ladi. Bularni hammasini shakarga botirib qo'yamiz. Mana shunday ahvolga keldi. Har bittasi shakarga bo'kish kerak. Hammasi shakarga qanday desam, propitatsiya qilish kerak desak, to'g'riroq bo'ladi. Mana bunday ustiga sepib qo'ygandan keyin hammasi ozgina vaqt turishi kerak. Qadrdonlarimiz, mana biz hozir shakarga botirib turilgan qovoqlarimiz tayyor bo'ldi. Bularni hammasini olib, bitta-bitta terib chiqishni boshlaymiz. Bismillah. Shakarga botirib qo'yib, darrov duxovkaga qo'ysangiz ham bo'ladi, lekin bitta nimasi bor, ta'mi juda ham o'tkir shirin bo'lmaydi. O'shaning uchun ozgina o'ziga shakarlarni olib tursa yaxshi bo'ladi. Bismillah. Qadrdonlarimiz, mana bizda qovoqlarimiz tayyor bo'lib chiqdi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bizni desertimiz tayyor. Bu juda ham foydali organizmga. Kimdir yong'oq yaxshi ko'radi. Yong'oq yaxshi ko'rganlar yong'oq sepsin. Men esa asal yaxshi ko'raman.